Buyuk Britaniyani misolda oldim. James Goodson degan olim u yerda bu kasallikni 2019-yil hamma joyda pandemiya bo'lgan. 2019-yil va hozirgi kundagi shu 250 dan ortiq kasallarni ham 85-90% 2019-yil bolalar. Shu Buyuk Britaniyani misolda aytay, bular qizamiq virusini u yerda keng tarqalganligi, pandemiya bo'lganligi hisobiga emlash 4 oydan qilishdi. Emlashdi. Hozirgi kunda biz O'zbekistonda endi 6 oydan qilib joriy qilyapmiz. 6 oydan. Joriy qilindi. Qilindi. 1 yoshgacha bo'lardi oldin 12 oylikda emlanardi. Hozir 6 oyda ham 1 yoshda ham emlash olinadi. Qarang, hozir qizamiq va qizilcha biz bir narsa to'g'risida gapiryapmiz. Yo'q, qizamiq alohida, qizilcha alohida. Yaqinmi bir-biriga? Yaqin. Endi bular ikkalasi ikki xil virus. Shunday tushunaylik. Bizning kasalligimiz qizamiq virusining oqibati. Bizning kasal qizamiq virusining oqibati. Bu kasallikka chalinish uchun populyatsiyaga qaraydigan bo'lsangiz, 100 mingta qizamiq virusga kasallangan bola bo'lsa, hammasi ham bu biz aytayotgan og'ir kasal bo'lmaydi. 10 tadan 18 tagacha, hozirgi kunda 32 tagacha bo'lgan bolalar 100 mingta qizamiq o'tkazgan joyda shu aynan SSP deymiz. Endi bu qisqartma aytib ketyapman. O'tkir osti sklerozlanuvchi panensefalit kasalligini chalinadi. Sklerozlanuvchi bu hali xotira bilan miyada sekin-sekin u degani miyada progressiv ketuvchi, miyani yemirib boruvchi kasallik. Shu virusning antitelasi bosh miya to'qimasini yemirib borib, oxir oqibat miyada sog'lom neyron qolmaydi. Lekin uni davolash protokollari bor. Men aytmoqchi bo'lganim qizamiqni. Qizamiqniki bor. Qizamiq asorati bo'lgan, mana bu eng og'ir, mana muammoning yechilmagan muammo deb qo'ydik-ku hozir qolgan. Bu muammoni hozir yechimi butun dunyo bo'yicha davosi topilmagan. Qarang, qanday qilib qizamiq davolansa, uni asorati davolanmaydi. Qizamiq davolash deganda qizamiqda kelib chiqayotgan virusni pnevmoniya, siz aytgan toshmalar, bu ko'zda misol uchun qizarishlar, ular davosi bor demoqchiman. Lekin buni qizamiq miyaga o'tgandan keyingi davosini aytyapmiz biz. Miyaga o'tib bo'lgandan keyin uni davosi hozir topilmagan. Miyaga o'tmasligi kerak. Mana sizga baryer degan narsamiz bor bizda. Miya bilan tashqi muhitdan baryeri, gematensefalik baryer deymiz. O'sha baryerdan qizamiq virusini antitez o'tdimi, bu kasallik endi boshqa endi. Demak, u odamga yuqqandan keyin miyaga yetib borguncha ham ma'lum bir davr o'tadi. O'tadi, albatta. O'tadi. O'sha narsa aytayotgan narsamiz 3 yildan 28 yilgacha. 3 yildan 28. Uni hech kim bilmaydi oldindan. Bola qizamiq bo'ldi. Menga hozir narsa bular Instagramga olib chiqqandan keyin ko'p ota-ona murojaat qilyapti. Meni bolam qizamiq bo'lgan. Nima qilaman endi? O'zingizni bosing, vahima qilmang. Bu hamma ham bo'ladi degani emas, qizamiq bo'ldi degani. Faqat qonda va orqa miyada bu qizamiq virusini, orqa miyada dekanim yaxshilab tushunish kerak. Miyaga o'tgandan keyin bu xavfli degani. Qarang, Xurdasga mana bitta masala borda. Bir kasallik davolandi degani u davolanganini anglatadi. Asoratlari ko'pincha endi biroz asorati bor. Masalan, biz nimani tushunamiz? Gripp agar yaxshi davolanmasa, asorati yomon deyiladi. Yurakka beradi deydi. Lekin biz e'tibor bermaydigan masala. To'g'risini aytaman, masalan, bizda bu gripp degani gripp, shamollash, tomoq og'rish biz uchun bir xilda hammasi. Bir haftadan keyin o'tib ketadi deymiz. Aslida biroz boshqacharoq masala bo'lsa-da. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, qizamiq agar davolansa qanday qilib uni asorati davolanmasligi mumkin? Bundan nima savol kelib chiqadi? O'zi siz aytayotgan asorat, o'sha SSP aynan qizamiqniki ekanligi tasdiqlanganmi? Buni orqa miyadan olingan natija, laboratoriya natija buni ko'rsatyapti borligini. Bu shu dunyoda eskidan bo'lganmi, yangi narsami? Bu eskidan bo'lgan. Buni 1960-yildan beri bu narsa muammo va biz endi shu bo'yicha ilmiy ish qilayotganimiz uchun Hindistonda ham, Turkiyada ham hozirgi kunda juda kasallar ko'p bu bo'yicha. Biz O'zbekistonda hozir muammo qilayotganimiz 2019-yil bolalar pandemiya bo'lganligi uchun o'sha vaqtda juda kasal ko'payib ketdi hozirgi kunda. Boshqa anaqaga hududlarga qaraganda. Bu eskidan bo'lgan sababmi? Pandemiya sabab. Qizamiq virus qancha ko'paysa, bu kasallik ko'payadi. Xuddaski demak, sizga o'z keyingi savolimiz qizamiq qanday yuqadi degan masala bo'ladi, lekin hozir Said Komilga kelgan yuzlansa, ya'ni boshlardan o'tgan. Qo'shimcha qilib ketsam bo'ladimi, G'ayratxo'ja aka? Hali boshdan o'tgan tabib degan shunday, albatta. Assalomu alaykum avvalambor. Taklif qilganingizga rahmat. Hozir asorati deganda siz savol beryapsiz, men shuni to'ldirmoqchiman. Ya'ni bu sklerozlashgan panensefalit kasalligining asosiy urg'u beradigan joyi bu yosh. Ya'ni bolalar 6 oyligidan 3 yoshgacha bo'lgan davr oralig'ida agar qizamiq virusi bilan kasallanadigan bo'lsa, doktorimiz aytgandek, statistikada bor. Ya'ni 100 mingtadan 32 tagacha shu kasallikning asoratiga chalinishi mumkin.
agar 3 yoshdan oshgandan keyin bo'ladigan bo'lsa unaqa katta xavf yo'q. Negaki bolada bilamizki tug'ilgandan keyin 6 oylik 1 yoshgacha onani immunitetida shakllanadi. Onani immunitetida bo'ladi bola. Ana o'sha paytda qizamiq virusini yuqtiradigan bo'lsa, unda og'ir asoratlar vujudga keladi. Qizamiq virusidan tuzaladi. Bola tuzalgandan keyin tashqi ko'rinishida tuzalib ketadi, lekin bolani organizmida, qon sistemasida, ichida virus aylanib yurgan bo'ladi. Ana u miyaga o'tgandan keyin virus o'sha miyada ma'lum bir vaqtdan keyin, ma'lum bir muddatdan keyin o'zini namoyon qiladi. Namoyon qilish uchun bolaga yana qo'shimcha boshqa viruslar bilan kasallanishi yoki bir oddiygina gripp bilan qayta kasalliklarni yuqtirishi, boshi bilan travmalar olishi, yiqilishi yoki qo'rqishi, shunga o'xshagan holatlar unga trigger, turtki berib yuboradi. Qo'zg'atuvchi omil bo'ladi va namoyon qiladi. Endi bizda O'zbekistonda hozirgi kunda ushbu kasallik bilan og'riyotgan bolalarning soni kundan kunga ko'payyapti. Nega ekan deb bu savollarning ketini qidirganimiz, tadqiqotlar o'tkazish natijasida shu bolalarda COVID virusining shtampi borligi, Epstein-Barr va boshqa bir viruslar bilan birgalikda shu buket bo'lib kelganligini ko'ramiz. Chunki biz mana ijtimoiy tarmoqda yurg'izyapmiz va mana bizga ham telefon qilishyapti, shu kasallik bo'yicha ma'lumot so'rashyapti. Sababi biz o'zimiz ham qizamiq virusiga chalinganmiz. Hozirgi kunda o'sha 50 yosh, 60 yoshga chiqqan, 30 yoshga chiqqan fuqarolar nega biz bo'lmayapmiz degan savolni qo'yishyapti. Nega immunni aynan shu 2019, 20, 21 mana hozir 23-yildagi bemor bolalar ham chiqyapti. Kelyapti doktorga, tashxis qo'yyapti. Sababi bu yerda COVID bilan birga mutatsiya bo'lganligi virusni, ekologiyani yaxshi emasligi, onani va bolani immuniteti pastligi bu yerda asosiy omil hisoblanadi. Hozirgi kunda agar bolada 6 oylik yoki 1 yosh paytda ham qizamiq virusiga chalingan bo'lsa, 100% bu sklerozlashgan panensefalit kasallik uchraydi degani emas. Chunki tashqi muhit, geografik omil, yashaydigan joyi, uni geni katta rol o'ynaydi. Endi shu bilan bir qatorda meni farzandim ushbu qizamiq virusiga 6 oyligida chalingan bo'lsa, 4,5 yoshida ushbu virusni asoratiga uchradi. Bu paytda O'zbekistonda bu virusni tashxisini qo'yadigan doktor, bu virusni aniqlash uchun o'sha spinomazgojitis orqa miya suyuqligi funksiya olish holatlari yo'q edi. Klinik protokoli yo'q edi, vebinarlar yo simpoziumlar hech nima yo'q edi O'zbekistonda. Farzandimni o'sha birinchi raqamli bolalar kasalxonasiga olib borganimda Yunusobodda ular tashxis qo'yib bera olmagan. Keyin bolalar tibbiyot milliy markaziga olib borganman, u yerda davolanishni boshlaganmiz. Shuni natijasida bitta bemordan ikkita bemorga, ikkita bemordan 4 ta, 10 ta, 100 ta bo'lib, mana hozirgi kunda 300 ga yaqin bola bemor, 40 dan oshig'i nobud bo'ldi. Bu o'limga ham olib keladi. O'limga olib keladi. 4-chi o'sha stepenida bola tez ketib qoladi. Bu yana bir dolzarb masalasi, xavfli masalasi shundaki, bu kasallik juda ham qimmat. Bu kasallikni davolanishi, bu kasallikning analizlari va bu kasallikni reabilitatsiyasi juda ham qimmat turadi. Bu oddiygina aytganda yo bir miyani operatsiyasi, yurakni yo jigarni ko'chirish operatsiyalaridan juda ham qimmat. Oddiygina mana hozirgi kunda vrach o'zi har oyga bemorlarning har oyga analizlarini ko'rib, Actagen, Biavin degan dorilarni yozadi. Bu dorilar bu bemor bolalarning immun tizimini skelet hisoblanadi. Ya'ni immun tizimini shakllantirib beradi. Bu virus immunitetni, bolaning immunitetini yeb tashlab yo'q qilganligi uchun, bu bolaga tashqi immunitet jo'natilishligi uchun bu dorilarni olish kerak. Bu dorilar 7,5 million so'm turadi bitta Actagen dorisi. Bitta bolaga ikkitadan kilosiga qarab 6 tagacha quyilish kerak har oyda. Bolani analizini ko'rib, vrach shuni yozadi. Bu bir dona dorisi. Bu yerda bolani
analizlari, bolani LFK, voita terapiya, osteopat degan juda ham tor doiradagi O'zbekistonda bunaqa mutaxassislik kam bo'lgan juda ham kuchli bir o'sha massaj turkumiga kiradigan reabilitik nima anaqalari kerak, muolajalari kerak. Bu narsalar ham kam. Bizda endi O'zbekistonda bu именно shu sklerozlashgan panensefalit kasalligini oldini olish, buni davolash bo'yicha endi qadam tashlandi.